Ko'pchilik Ramazonda katta xato qiladi. Shuning uchun ro'za tutayotgan bo'lsa ham semirishni davom etadi. Buni asosiy 3 ta sabab bor. Birinchi sababi yog'li hamda qovurilgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish. Undan tashqari ovqatdan so'ng shirinlik hamda nonlarni ko'p iste'mol qilish. Bularni tarkibida yuqori kaloriya bo'lgani uchun sizni semirishingiz sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, ro'za vaqtida yetarlicha suv miqdoriga amal qilmaslik. Bu esa metabolizmni tushirib yuboradi, moddalar almashinuvi yaxshi bo'lmaydi, limfa tizimi ham yaxshi ishlamaydi. Bu esa sizni semirishingiz sababchi bo'ladi. Uchinchisi, asosiysi, har ovqatdan so'ng yotib olish. Buning natijasida oshqozon ichak sistemasining ishdan chiqishi, yig'ilib qolgan kaloriyani sarflamaslik, moddalar almashinuvi buzilishi, jigarni yog' bosishi hamda limfa tizimining yaxshi ishlamasligiga olib keladi va sizni semirishingiz sababchi bo'ladi. Bu videoni ro'za tutayotgan hamda semirayotgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Manfaatli bo'lishi uchun like bosib qo'yamiz.